Boshla. Assalomu alaykum hamkasblar, charchamayapsizlarmi? Hammaga sizonimiz odamdek kelsin. Mana o'zi yaqinroq kelib, hozir qilmoqchi bo'lgan ishlarimni, qilgan xatolarimni sizlar qilmasliklaring uchun mana qilayotgan yana bir ikkita tajribali ishlarimni aytib o'tmoqchiman. Mana paput ko'rsatay, o'zi arilarimiz sosednisini bilasizlar, oldingi videolarimni ko'rganlar. Bir boshdan ko'rsataveray. Mana bu karnika mana 2 ramkada zinch o'tiribdi. Kechagina kuni kecha kelib chesnokli, qalampirli sirop berib ketganmiz. Yaxshi ko'rinyaptimi? Arilar endi birinchi marta sirop olishi, o'zaro qopdi, olishyapti, sekin-sekin olishyapti. O'zi kam berilgan edi. Arilarning sosteniyasini ko'rsatay. Bu normalnisi deb hisoblayveringlar. Buni yoqda bir ramkaliklari ham ko'p. Yo'l ahvol sal chataq. Bular 2 ramkali. Boliminisi. Arini qisib ushlaganman. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, urug'ni yaxshi urgan. O'rtaga yaxshi urgan, o'spit qilmayapti. Pirgani kelishini ko'ryapsizlarmi? Pirga ko'p. Pirga atrofda ko'p, o'rtada urug' mana shu yer yaxshi. Lekin silishkim ko'payib ketyapti pirga, urug'ga joy kam qolyapti. Ramka qo'shay desangiz, ramka qo'shsangiz keyin ari yoyilib qoladi. Bitta bir ikki kun havo aynisa, yomg'ir keladi debdi. Shuning uchun ikkilanib turibman hozir ramka bosishga. Iloji boricha o'zlari ochib, joyni ko'tarib, hozircha urib turishaversin. Ikkinchi ramkasi mana shunday. Bularni 20-fevral kuni izolyatsiyadan chiqarganmiz. Buning ichida hozir mana o'zlaring ham ko'rsalaring bo'ladi. Mana shu birinchi partiya mana shu yerdan chiqqan. Shu mana shu yerdan chiqqan joy birinchi partiya, hali ko'p chiqqan yo'q arilar. Mana o'rtalardan ozroq chiqqan mana. Ikkinchi marta urug' urgan mana shu yerlarga. Mana birinchi shira kelmasdan oldin, pirga ko'paymasdan oldin urug'ni yaxshi qo'yib turuvdi. Orqada asalli ramka qo'yilgan edi. Sirop bermasak ham orqadagi asalli ramkalarni tashib yaxshi urug' qo'yish etiruvdi. Rasplot aytmoqchi bo'lganim to'laydi mana bunday to'la turuvdi. Hozir endi pirga ko'payganiga urug'ga joy kamroq bo'lib, pirgan joy ko'payib ketyapti mana. Buni ko'rdik. Hozircha yana turib tursin 3-4 kun ana rasplotlar chiqqandan keyin iloji bo'lsa vashin bosamiz. Agar yaxshi o'zini ko'rsatsa vashin bosamiz iloji bo'lsa. Siropni boshlaganmiz. Chesnokli, qalampirli bo'ya aytganimdek. Asal ham qo'shish kerak edi, asal esdan chiqib qolgan. Asal qo'shish kerak edi, iloji bo'lsa ozroq. Mana orqasida bitta ramkada zapasi bor. Bu hali ham kam qolibdi, unda zapas. Tarmatga o'tib ketmaganmi? Yo'q, o'tmagan. O'tmaydi bu yoqqa. Qisqasi aytmoqchi bo'lganim, bular hozir normalni oilalarim. Kuchlilari 3 ta ramkada eng kuchligini kuni kecha ramka bitta bosganman, o'sha bilan 4 ta bo'ldi, bo'lmasa 3 ta. 3 taligi bor, 2 taligi, bittaligi ko'p. Mana bittalik ahvol. Mana bittaligini ham ko'rsatay. Sirop sekin olishyapti. 100-150 gram berilgan sirop. Endi siropga o'rganib, endi olishyapti birinchi sirop bo'lgani uchun. Mana bitta ramkada qisilib turuvdi. O'z natijasini ko'ramiz. Mana. Tak. Bunga ham ozroq pirgani hisob qo'yishyapti. Yo'qqa joy kamroq qolibdi. Endi mana bu rasplotlar ozroq chiqsa, yana 3-4 kun sabr qilaman. Chiqsa yoki bo'ya aytgandek, yo vashina, yo sush qo'yiladi. Yaxshi sushlardan bo'lsa, sush qo'ysa ham bo'ladi. Arini bu ahvolga tushishi bulturgi kanaga arini taratib qo'yganimizdan, shu bilimimiz kamlik qilganidan bu yerda arini aybdor qilish noto'g'ri. Buni hammasiga o'zimiz sababchi bo'ldik. Men aytmoqchiman, ko'plar menga o'sha 20-30 yil tajribasi bo'lsa ham, men tropik kana kiyganda shuni vahiyroq sezmadik. Shuni tushunib yetmadik.
agar tushunib yetganimizda o'sha payti tushishni boshladimi, misol uchun avgustda 20larida ikkinchi asalni oluvdim, oxirgi asalni. Bitta chiska, ikkita kachka bo'ldi. Shu ikkinchisini oluvdim, katta kachkani. O'sha paytda agar izolyatsiyaga solib, arrini 21 kun ushlab, arri o'sha paytda 8 ram, 7 ram, 9 ram, 10 ramgacha arri bor edi. O'sha paytda 21 kun ushlab turib, keyin 2 marta yaxshi dorilar, keyin yana matkani o'chib o'rganimda butunlay kanadan qutulib, yana qishga urug' urishga uspit qilardi, vaqt bo'lardi. Ana shu bilimsizlik qildik. Keyin mana ijtimoiy tarmoqlarda qattiqroq kirishdim, yaxshilab o'rganib chiqdim. Bu yildan xudo xolasa oldingi videolarimda aytganimdek, yana izolyatsiya bilan shug'ullanaman. Mana 3-o'ylamiz. Bu ham 2 ramkada yaxshi turibdi. Hali ramka unga qo'shilmagan shekilli. Yo'q, qo'shganim yo'q bunga. Qo'shgan ekanman. O'zida bo'lgan bu ramka. Qora ramka tushib qolibdi bunga. Urug'ni urib o'tdi, mana ancha joyga urug'ni urib o'tdi. Bu o'zimizda jaydarilashgan matka. Matkani bezovta qildik. Bitta tuxumi tushib ham ketdi yerga. Qo'ch qo'yi joyiga. 2 ramkada qisilib turgan arida. Mana rasplotini ham ko'rsatib ketay. Endi o'chganimga yarasha. Mana rasplotlari yomon emas. Rasplotlari yomon emas. Mana. Endi o'zaro sabr qilaman. Bu aytganimdek, xudo xolasa mashina bosayotgan vaqt keladi. Yana 3-4 kun sabr qilaylik. 3-4 kundan keyin havo ham yomg'ir yog'adi debdi. Endi yag'ini Xudodan ko'ramiz, bilamiz nima bo'lishini. Mana orqasida har bittasida mana asalli ramka zapasi bilan turibdi. Bu ramkalarni nima bundaqa deganlaring sababi, bultur kuzda uyga olib kelgan paytim oktyabr oyida edi. Oktyabr oyida ham matkalar urug'dan qolmadi. Qo'yaverdi, rasplot, mancha rasplot turdi. Mana shuncha rasplot bo'laverdi. Kanadan qutulishni hech ilojini qila olmadim. Rasplotni ochib kavlab ko'ryapman, yo taqillatsam ana tropik chopib yuribdi. Keyin qattiq jahlim chiqdi-da, mana shu yerda shuncha turgan rasplotlarni olib tashladim. Ari ancha qisqarib mana shu ahvolga 2 ram, 3 ram bo'lib tushib ketdi. Kuchlisi 4 ram bo'ldi. Jahlim chiqib hamma rasplotli, mana shunday rasploti bilan bitta rasplotni olib tashladim. Har bitta oilada kamida bittadan rasplot bor edi, olib tashladim. Oktyabr oyida. Chislasi ismimda yo'q. Shu 20lar atrofidamidi. Olib tashladimda yana doriladim. O'shanda lekin ikkinchi ramkasida ochiq urug'i bor edi. Keyin eshitishimcha tropik faqat rasplotda yashaydi. Rasplotga kirib olib yashaydi. O'zimizni kanalni bilamiz Varatozda. Shunday degani uchun mayli urug' qolsin dedim, o'ziga qolsin qoldirdim. Ana shu qoldirganim ham keyinchalik yaxshi tushunib, eshitib, o'rganib chiqdim. Ijtimoiy tarmoqdan qoldirishim ham noto'g'ri bo'lgan ekan. Nima deganda, tropik kanal hatto bu yerda rasplot kamlik payti, uning uchun sharoit yaxshi emas payti, iloji bo'lmasa mana bu ramkada 2 kunlik lichinka, anaqa lichinkaga, qurtchaga 2 kunlik qurtchaga ham kirib tagiga joylashar ekan. Ammo uni bilmadim. Rasplotda bo'ladi faqat deb rasplotini olib tashladim. Iloji bo'lganda agar o'sha payti ochiq urug'ni olib tashlab, arini o'zini qoldirib bitta ramkaga matkani men izolyatsiyaga solishim kerak edi. Izolyatsiyani ham keyin keldi. Keyin tushunib yetdim, keyin o'rgandim. Qisqasi xatolar ko'p bo'ldi. Kanaga tushgandan keyin har xil dorilar qilib buni arini ham qiynadik. Keyin yana nima? Arini dorilash davomida kanaga qarshi kurashib dori sepgan paytimiz kanaga qancha ziyon yetkazib uni o'ldirayotgan bo'lsak, arraga ham xuddi shunday zarar keltirayotgan bo'lar ekanmiz. Shuni tushunib yetishimiz kerak. Zarar keltirmasdan kanani o'ldirishni oson yo'li endi sezon, ana sezonning o'rtasida endi bizning izolyatsiyalar bo'ladi. O'sha payti asalini izolyatsiyada matka turganda asalni yiqqan bo'ladi. Asalni olib iloji bo'lsa ramkani qoqib
polga tushirgan payti yaxshilab shaveliya kislota bilan ana mayda purkab siplaydigan unaqa biz bilan nima deydi, plisoscha deymizmi, bo'lmasa baklashkani mayda qilib teshib baklashkada yaxshilab sepib uni qutulib olsa bo'lar ekan. Shuni bilmaganmiz mana. Endi xudo xolasa uylar ko'zimiz ochildi. Mana narsalarni sizlarga aytayotganim sababi menga o'sha tajribasi kam, o'sha ota bobomiz davrida qanday boqqan bo'lsa o'shanday boqib yurganlar uchun avvalo uzr so'rayman, ularni kamsitib gapirayotganim yo'q. Haqiqatan ham ko'pchilikda bilimi yo'q bu darajada. Bilimsizligimizda mana ahvolni ko'ryapsizlar. Endi mana boshimizga tushib yaxshilab o'rganib chiqmasak bo'lmaydi deganimizdan keyin mana endi ko'zimiz ochilib nima qilayotganimizni endi bilyapmiz. Endi tajriba qilgan narsalarimga o'tmoqchiman. Mana yashida tajriba qilganman. Buni kelib ko'rsataman hozir. Bundan oldin bu tajribani qilish davomida 2 marta urinib ko'rganman. Ikkitasi ham ushqamagan. Ushqamaganning sababini aytaman. Undan keyin buni ushqaganini kelib ko'rsataman sizlarga. Buni foydali taraflarini ham aytaman. Yaqinroq bo'lmasa mikrofon eshitmaydi. Bu balandmi? Bu tarafdan keldi. Mana buni ko'rsat mana. Vodiydan kelgan bakvas ona F1. Bunda ham yozganim 6-da edi. 6-fevral kuni matkalar birinchi qilgan tajribam bu emas, bu ikkinchisi bu. Birinchisini aytay avval. Birinchisi mana ikkita o'ylab turuvdi. O'tishim shart emas, mana o'rtasidan bo'lingan. Bu tarafda ham, bu tarafda ham. Izolyatsiyada turuvdi. Bitta bahorda, fevralda, yo fevral emasida, yanvarda oxirroq ekan. Mana ijtimoiy tarmoqda o'rganishim davomida o'sha paytda qarangda shoshganman. Chuqurroq o'rganib chiqmaganman. Keyin hozir mana shu vaqtgacha chuqur o'rganib, xudo xohlasa, hali ham xatolar bo'ladi, bir deganda yo'lga tushib ketmaydi bu narsa. Xatolar. Lekin hozir mana bittasi ish berdi. Uni natijasini aytib tushuntiraman. Xato bilan qilganim birinchisi ikkita o'ylamam 2 ramkada izolyatsiyada o'tiribdi. Arasida izolyator bor edi. Izolyatorni qo'yib o'rtasidan mana bunaqa teshganman. Bu tarafdan keyin ko'rsataman. Mana bu o'ylar endi sababini aytaman, nimaga qo'shilib ketgan. Mana faner teshib, ganimon reshotka qo'yilgan. Nari bitta o'na ishlaydi, bu tarafda bitta o'na ishlash uchun qilingan bu. Buni qilgan birinchi tajribamda bu tarafda izolyatorda o'tiruvdi o'na. Bu tarafda ham o'tiruvdi. Qo'shgan paytim arili qish kuni izolyatorda turganda qaysi birini feromoni kuchlilik qilsa matka, arisi ham kuchlilik qilsa, avizatilni bu tarafga silabi qaysi sal silabiligi sezilsa, o'sha kuchli tarafga o'tib ketar ekan ari. Izolyatorni tashab, o'nani tashab, nari bitga o'tib ketdi. Birinchi qilgan tajribam. Bitta matka ketdimi? Keyin ikkinchisi. Mana bu ikkinchi tajribam. Buni mana yashillarni bilgan bo'lsalar, mana pastini ko'rsat. Mana teshiklar ochib, qishda remont qildim, uni anonsini ham tushuntirib o'tdim. Mana bunaqa qilib bu qilganim, qilganimda turuvdi bu. Remont qilgan paytda bu yashi oxirgi yashini almashtiray deganimda shu yashi to'g'ri keldi. To'g'ri kelgani uchun bo'ldi shuni qilaman dedimda, ochib arilarni solishni boshladim. Ikkinchi xatoyimni, birinchi xatoyimni to'g'rilash uchun izolyatordan chiqarib yubordim matkani. Bu izolyatorda turganda matkani tashib o'tib ketar ekan. Xo'p, endi matkani ochib yuboraman dedim. Ikkovi ikki yoqdan ishni boshlaydi. Bu 6-fevral kuni boshlanyapti bu ish. Ikkovi ishni boshlaydi. Xudo xolasa ishga tushadi dedimda, ikkovini ochib yubordim. Bir tarafda sal silabroq edi. Juda ham emas, ozroq silabi. Bu yerda katta qilgan xatoyim, bu silabini ham mayli. Yashini solayotgan oxirgi yashi bo'lgani uchun boshqa ari yo'q edi. O'zi shu yashi remont qilganim shunga to'g'ri kelib qoldi, aksga bo'lganda. Keyin mayli dedimda, tavakkal qildim. Mana bu tarafda mana bakvas yozib qo'yibman. Bulturgi matka bakvas. Bu tarafdagi karnika edi. Buni yozmadim, o'zimni matkamdan edi, bilaman. Ikkovida ham urug' bor edi. Urug' yo'q edi. Izolyatordan ochdim-ku.
Keyin bu oldingi qilganimniki mana bu urug' bor yozilgan. Keyin izolyatordan ochdim. Aradan 2 kun o'tdi. 2 kundan keyin ochib ko'rdim. Tak, bu tarafda bakvas mana shuncha joyga, piyoladagi joyga urug' qo'ygan o'sha. Даже sal joyini tozalab kattaroq mana shunday joyga urug' qo'ygan bakvas. Bu ham 2 gramda, bu ham 2 gramda. Bu salgina silab, ozroq. Bu tarafdagi onani joyini ko'rsam, bu tarafda xuddi o'shandan sal kichikroq joyda ochgan. Lekin hali urug' qo'ymagan ekan 2 kundan keyin. Xudo xohlasa matka tirik. Ikkita matka tirik yuribdi. Ishga tushib ketadi, xudo xohlasa dedim. Ana undan keyin yana 3 kun o'tdi aradan. 3 kundan keyin ochib ko'ryapman. Ochib ko'rsam, mana bu karnika tarafdagi bo'yi minchagina joy ochgan joyga urilgan. Matka urgan. Lekin matka yo'q. Matkani bular yo'q qilibdi. Qisqasi, arida ham ko'pi nari bitga o'tib ketibdi. Arada 3 kundan keyin. Bu tarafda ochib ko'rdim, bu tarafda bo'yi aytganimdek birinchi urgan urug'i mana shuncha joy qurt bo'lgan. U tarafga o'tib ketdi. Bu yerda sabablari bor. Sababi ikkita sabab bo'lyapti-da bu yerda. Sabab ikkita ona start deymiz, ikkovi birday ishni boshlamagan. Birday ishni boshlamagani uchun mana bu bakvas tarafdagi qurt bo'lgandan keyin mana o'zimiz mashina rasplot deyman, pichat urug'ni yangi urug'ga kirgan oilaga kuch berish uchun berayotgan paytimiz обязательно yangi urug' onani urug'i qurt bo'lgan bo'lsa, ana undan keyin beramiz. Sababi o'sha payti mana chiqadigan rasplotni arilarni, begona arilarni buni matkani feromoni o'sha qurt bo'lgandan keyin kuchga kirar ekanda, o'sha payt tarqalib, buni o'zinikidek qabul qilib qavushib ketar ekan bular. Bo'lmasa bu yerda tikka tuxum turganida yo'q deb hisoblasa ham bo'lar ekan. Bu begona ari deb hisoblanib qoladi-da, matkani o'ldirib qo'yadi. Ko'p hollarda shunday bo'ladi. Kamdan kam hollarda qo'shiladi ham, lekin ko'p holatda shunday bo'ladi. Bitta sababi buni matkasini qolib bunikini o'ldirganning sababi bittasi shu. Ikkinchisi bu tarafda bakvas edi, bu tarafda karnika edi. Ikki xil zot. Shu sababdan men o'ylayman, bu tajribam ham ushqamadi. Buni sizlar ham qilib xato qilib o'tirmanglar. Hozir men uni ko'rsatgandan keyin kimlardir qiziqib qilishni boshlashi mumkin. Shuning uchun shuni inobatga olish kerak. Matka iloji bo'lsa ikkovi bir xil qon bo'lsa, bir xil nima edi? Bir xil bo'lish kerak, короче, bir xil qon deydi-ku. Karnika, karpat, bakvas bo'lish kerak. Keyin nima bo'ldi? Bu ari kuchayib ketdi, bu yoqqa o'tib ketdi. Mana eng kuchlisi hozir kunda mana shu. Arilarim ichida eng kuchlisi mana shu bakvas oila. Kuni kecha menamga bitta ramka qo'shib ketganman. Unga o'zi urug' ham o'tgan bo'lsa kerak, arilar zinch. Bu ikkinchi xatoyim bo'ldi. Endi uchinchi qilgan ishimni aytaman, o'xshaganini ko'rsataman sizlarga. Bunday qilishimdan sabab nimaligini ham hozir tushuntiraman. Nima bundaqa qilyapti degan savol tug'iladi-ku, menga o'ylayman. Endi mana yozib qo'yibman, duxmatchniy deb. 2 oila, 2 onali 20-fevral kuni qilganman. Buni belki arini ko'chirib olib kelgandan keyin srochni qilish kerak bo'lib qoldi. O'sha kuni bitta bo'lsa ham qilay tajriba, to'g'ri, ikkita matkani o'ldirdim. Uchinchisini baribir sinab ko'rishdim, buni oxiriga yetishim uchun qiziqishim kuchli bo'lgani uchun qildim, qisqasi. Qilmasam ham shu o'rtada diafragma bilan, doska bilan ham ari boqsa bo'ladi. Lekin buni foydali tarafini tushuntirib aytaman sizlarga. Nimaligini. Mana tekshirayotgan onimiz, mana tursin. Bu o'ylamas. 2 ramkali bu o'ylamas. Mana bu. Mana bu birinchisi. Buni qilishdan maqsad ikkita ona bir-biriga raqobatda bo'lar ekanda, urug'ni
ko'p qo'yar ekan, tez qo'yar ekan. Arli ham tez ishlar ekan. Keyin yana nima plus tarafi? Ikki tarafda raqobat bo'lib, urug'ni ko'paygandan keyin tezroq kuchayadi. Tezroq kuchaygandan keyin nima bo'ladi? Bir xil o'ylaydi, tez mayka to'lsa, ro'y chiqib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, mana bittalik o'yla, mana misol uchun mana bittalik o'yla. Doskasi bor, o'zi addini yashaydi. Shu mana shu yerga kelganda oxirgisigacha urug' kelmaydi, ko'pincha ko'p hollarda. Oxiriga asalli yo pergalik bo'ladi, boshida ham ozroq pergalik bo'ladi. Oxiriga urug' yo o'tadi, yo o'tmaydi bunisiga hamda. Avvalasi o'tar, xo'p. O'shanday taqdirda to'lar-to'lmas arla ro'yga harakat qo'yadi. Ro'yga chiqib ketadi. Ro'yga chiqdi degani u bir oy vaqtni yo'qotib qo'ydik agar nazoratda bo'lmasa, ko'rmay qolsak, shu oylar bir oy sizga foyda olib